Bugun ajoyib kun, bugun ajoyib kun. Bugun kayfiyatim judayam yaxshi. Nimaga kayfiyatim judayam yaxshi? Chunki anchadan beri ko'rmagan do'stimni, ya'ni Shiderlaynni ko'raman. Bugun u bizni qishlog'imizga ko'chib kelyapti ekan. Bu xabarni eshitib boshim osmonga yetdi. Va biz u bilan bugun shaxtaga tushamiz. U yerda temir, ko'mir, olmos topishimiz kerak. Nima topsak shuni topamiz. Mana bu yerda kerakli narsalarni ham tayyorlab olganman. Men tayyorman. Shiderlayn kelsa bo'ldi. Fayzi. Ana keldi shekilli. Shiderlayn keldi. Shiderlayn qalaysan? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'pti. Nima gap? Salom Fayzi, qalaysan? Yaxshimisan? Yangi qishloqqa o'rnashib oldingmi? O'rnashib olyapmiz. Biz ham sekin-sekin. O'zingda nima gap? Men ana uyni sotib olganman. Ajoyib. Bu shaxtaga borish rejamiz esingdami? Esimda. Lekin ana uyni bezatish kerak. Yordamlashib yuboraymi unda? Mayli, ketdik. Ketdik. Qani ko'ramiz. Qanaqa uyni opti ekan bu. Xo'p, Shiderlayn deb yozib qo'yibdi eshigiga. Yaxshi. Xo'p, xona hali bo'sh ekan. Kitob o'qishni yaxshi ko'rasizmi deyman-a? Uxlayotganimda o'qiyman. Uxlayotganingda yaxshi. Xo'p. Uyni jihozlash uchun narsalar. Mana sandiq. Xo'p. Men versayni olaman, pechkani olaman, sandiqni olaman va kravatni ham olib qo'yaveraman. Nima sariq? Mayli. Xo'p, ko'ramiz. Endi jihozlashni boshlaymiz. Birinchi navbatda kravatni mana bu chekkaga qo'ygan ma'qul menimcha. Pechka emas, sandiqni mana bu yerga, pechkani bu yoqqa, versakni esa bu yoqqa qo'yganmiz. Xo'p, endi sen. Xo'sh, menda bitta sandiq bor. O'shani bu ikkita sandiq bu tomonda tursa, bittasini mana bu kravatni pastiga qo'yamiz. Xo'p, endi ichiga kerakli va keraksiz narsalardan solamiz. Xo'sh. Endi yana bitta bor damlama tayyorlaydigan uskuna. O'shani uni ustiga qo'yamiz. Pechkani ustiga qo'ysak ham bo'lardi. Mayli. Lekin sandiq ochiladi, bo'ldi-da. Nima keragi bor? Mayli. Endi bitta nima bor? Qozonmi? Qozon bor, ovqat pishirgani. Mana bu yerga qo'ysang bo'ladimi? Yo'q, mana bu tomonga qo'yamiz. Bo'ldi. Yaxshi. Mana uni barib pechkani ustiga qo'ysak yaxshiroq ko'rinardi-da. O'zim qo'yaman. Yo'qolib qoldi. U qo'lda sinir bo'lmasdi. Uzr unda. Mayli, yangisini olib beraman, boyib ketganda. Birinchi pensiyamdan olib beramanmi? Mayli. Mayli. Endi eshikni buzamiz. Eshikni buzib nima qilasan endi? Hozir ko'rasan. Qani? 1, 2, 3. Xo'p, mana yakuni. Uyni bezatishning yakuni shunaqa bo'ladi. Ajoyib. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Shaxtaga tayyorlanib tur, hozir men ham chiqaman. Xo'p, 5 minutda tayyor bo'laman. Xo'p, endi biz shaxtaga borish uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Shiderlayn уже ko'chib keldi. Kayfiyatim juda ham yaxshi. Xo'p, Shiderlayn, men tayyorman. Sen tayyormisan? Men har doimgidek tayyorman. Xo'p, mana men shilim oldim. Qilich har ehtimolga qarshi, kirka, suv, nakvijin va 4 ta kartoshka senga, 4 ta kartoshka menga. Rahmat. Bo'ldimi? Tayyormizmi? Shaxtaga olg'a unda. Mayli, ketdik. Men shaxta qayerdaligini bilaman, ketdik. Orqamdan yuraverasan. Xo'p. Qani, ketdik. Mana bu yerda ham kuznica bor ekan, yana kimdir ko'chib kelmoqchi bo'lsa agar. Xo'p, yaxshi. Bironta o'rtoqlarimizdan demoqchiman. Hali Nitroni ham chaqiramizmi? Nitroni ham chaqiramiz, hali hamma keladi. Shu qishloqda yashaymiz endi har doim. Yerda piramida bor ekan, piramidani ham ko'rib chiqamizmi? Zo'r bo'lardi lekin. Ketdik. Men qornim ochyapti, qornim tez ochyapti. Meniki lekin ochmayapti hali. Qornim yomon tez ochyapti-yu, 4 ta kartoshka yetarmikan menga? Hayronman. Kerak bo'lsa berib turaman. Mayli. Xo'p. Ikkitasini yevordim, hali qornim to'ygani ham yo'q. Mayli. Tezroq bo'l. Men keldim. Shoshilma, shoshilgan yorga yolchimas deydilar. Shunaqamidi maqol? Mayli. Xullas, xo'p, pastda zombilar yo'q menimcha. Zombilar yo'q bo'lgani yaxshi, xo'sh. Endi pastga tushib kim ko'proq sandiqlarni ochib olish? Menimcha bitta ochsam kerak. Bitta umidingni so'ndirma. Yaxshi, temir yaxshi, bu narsa ham yaxshi, porox yaxshi. Bitta oltinli olma chiqdi. Yana bitta oltin. Bo'ldi, biz boymiz. Mana narsani olib tashlaymiz.
Xo'p, mana bu yerda yana temir. Ajoyib, ajoyib. Xo'p, pastdagi bombalarni ham olamizmi? Kerak bo'lib qolishi mumkin. Shaxtaga tushamiz-ku. Ha, bo'pti, olamiz unda hammasini. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam. Va bo'ldi. Hamma bombalarni oldim. Ketdik endi. Mayli, ketdik. Tepaga chiqamiz va shaxtaga tushamiz. Ketdik. Hop, 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 hop. Va mana. Bo'ldi. Endi tepaga chiqish uchun menda bloklar qolmabdi-yu. Tepaga chiqish shart emas-ku. Ha, mana yerda eshik bor, esda yo'q. Bu labirint deyapman, piramidani qanaqa qurilgani ham esimda yo'q. Bu tomonga yur. Xo'p. Shaxta bu tomonda edi. Voy, men qornim yomon tez ochyapti, boru. Kartoshka beraymi? Kartoshka bormi? Ha, bor. Hozir to'xtab tur. Yetib boraylik yoki mana shu yerda beraverasan, bo'laveradi. Ber. Ma. Bo'lay. Hozir to'xtab tur. Ber endi kartoshkani. Kartoshka. Mana ol. Kartoshka. 6 ta yaxshi ketdik. Xo'p. Men qornim yomon tez ochyapti, boru. Sekin yuramiz endi. Yugurmasa yuraveramiz, mayli. Shoshilmaymiz. Xo'p, mayli. Tushib ketmaymiz. O'y, sal qoldi. Xo'p. Mana bu shaxtaga tushishimiz kerak biz. Keldik-a. Xo'p. Bu shaxta tekis tushgan ekan, shuning uchun sakrab tushishga to'g'ri keladi. Xo'p, mayli. Mana uni sindirib tushib ketsak-chi. Yo'q, bo'lmaydi. Voy, ozgina qatidimi? Mayli. Xo'p, bo'lmasa sakrab tushaveramiz. Chekkadan sekin. Sandan bir. Voy. Qatiyaptimi? Mayli. Xo'p, sal pastroqqa tushib, nakvijni ichib olishimiz kerak. Meni ham kut. Ha, bemalol shoshilmasdan kelaver. Xo'p, mana bu narsani ichamiz. Zombi bor. Kichkina zombi. Parazit. O'ldir. Hozir mana keldim, ma. O'ldir. Hozir o'ladi. O'ldir u, men o'ldirdim. Yo'q, meni ham to'xta, ma. Qoch. Uy, bo'ldi. Uy, bitta birinchi zombidan o'lib ketishimizga sal qoldi, bor. Sharmanda. O'yinchilar, u oltinli olma. Va yana zombi kelyapti. Hozir men o'zim tinchitaman. Yo'q, bo'ldi, men o'ldirdim. Uzr. Uzr. Mayli, kechiraman bir safarga. Voy, bir safarga kechirib qo'yadi-yu bu yoq kishi. Xo'sh, voy, bu yerda endi creeper bor ekan. Creeperni o'ldir. Voy, orqasidan skelet kelyapti. Onasini yemsin. Skeletni o'zim nima qilaman? Nima qilasan? Endi nimadir-da. Voy, men to'sib qo'yasiz. Bu tomonga o'tmay tursin. Shunday qilaman hozir. Biz o'zi shaxtada kovlagani keldik, jang qilgani emas. Mana narsalarni olib ketishimiz kerak. Biz hali olmos topishimiz kerak. Yo'q, sening maqsading olmos topishmidi? Yo'q, uni olish. Mayli. Xo'p, mayda yo'q bo'ldingmi? Ha, bo'ldim. Yaxshi, men temirlarni ham olsak kerak bo'lib qoladi. Xo'p, yaxshi. Xo'p, mayda ham temir ko'rgandek bo'ldim. Mana temir. Bu yer temir koni shekilli. Ha, koni ham, poni ham hamma narsasi. Xo'p, bu yerda temirlar уже 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta temir bo'ldi. Yaxshi boshlanishiga bo'laveradi. Mana shu tomonga boramizmi? Ketaveramiz. Xo'p, mana shu tomonlarda nima qilyapsan, ey? Ko'mir bor ekanda. Ko'mir bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ha, ketdik. Nimaga tushdim men? Mana bu tomonga. Bu tomonga jinni. Ha, xo'p. Xo'p, kelyapsanmi o'zi? Ha, keldim-ku. Xo'p, mana shu tomonga, mana yerda temir bor ekan. Temirni olish kerak. Ha, hozir suvni bekitaman. Suv, davay bekit. Ana 1 2 3. Yaxshi, endi men temirni olsak, esollo. Nima bu? Nima bu? Temir? Temirli. Pastida ichida nima bu? Shoti bor ekan. Shoti u. Bitta nima bu? G'alati narsa ko'rib qoldik. Mana narsani olaylik-chi, qani bu nima ekan bu? Ichiga tushib ko'ramizmi? Qanaqadir sirli xona topib oldik, cho'toq. Ichida kimdir bo'lishi mumkin. Sekin tush. Uy. Xo'sh. Uy. Nima bu? Chiqish. Biz chiqishdan kiribmiz. Ha. Eshik emas ekan bu. Yo'q, eshik emas ekan. Mayda eshiklar bor ekan. Ehtiyotkorlik bilan, sekin astalik bilan laboratoriya 3-10. Bu nima degan? Menimcha bu 10dan 3-laboratoriya. 10dan 3 nima degani? Wow. Bu yerda nima bu? Bu nima bu?
Ichida kimdir bor. Voy, eshikni ochaylik-chi. Qanaqadir kapsulalarmi? Kapsulalarning ichida zombilar. O'n qara. Menimcha ularda tajriba o'tkazishgan. Kim? Yoki nima uchun? Vau. Ey, qanaqa vau? Bu kim bu? Balki bu zombidir. Qo'shni emasmi? Ha, mayli. Voy, ikkita zombi. Jitil, nima qilyapsan bu yerda? Va nihoyat meni qutqargan odamlar kelishdi. Va nihoyat. Ha, Jitil, bu yerga qanday qilib tushib qolding? Bu yerga tushib qolganimga bir haftalar bo'lyapti. Qayerda yuribsizlar? San kimsan o'zi? Yo'q, hazillashdim. Hazilni ham joyini topding-da. Ha, mayli. Jitil, seni bu yerdan ozod qilib chiqqanimizdan keyin batafsil hammasini gapirib berasan. Xo'pmi? Hozir bo'lsa seni qutqarishimiz kerak. Mana bu narsalar nima bu? Bularni sindiraylik-a. Bu yerda qanaqadir tajribalar o'tkazib ko'rmoqchi bo'lganman. Bu hammasini buzish kerak. Xuddi mana uni buzamiz, mana usini ham buzamiz. Mana simlarni ham uzib tashlaymiz. Bu hammasi menimcha noqonuniy. Noqonuniy, albatta bu qonuniy bo'lganda yer ichida bo'lmas edi yoki mayli. Xo'p, mana bu narsani ham buzamiz. Xo'sh, Jitil, seni ozod qilamiz. Mana bu narsalarni buzib tashlaymiz. Rahmat. Xo'p. Endi yana nima qilish mumkin? Qolgan kapsulalarni ham buzish kerak. Xo'p. Mana zombilarni nimasini-chi? Xo'sh. Zombilarni narsani ham buzib tashlaymiz. Zombilarni o'ldiramiz. Zombilarni o'ldirmasak, ular ham ozod bo'lib ketishi mumkin-a keyin. Bunday qilib o'ldiramiz mana. Hop, bo'ldi. Yedi uyi. Yaxshi. Xo'sh, Jitil, bo'ldi, hammasi tugadi. Zombilarni o'ldirib yubordik. Bo'ldi, ozodsan. Qani ketdik, Jitil. Bo'ldimi? Ketdikmi? Ketdik, tezroq. Ketdik. Qani. Bo'ldi, endi tezroq surish kerak. Xo'p, mana yetib keldik, Jitil. Endi batafsil hammasini gapirib ber. Xo'p, yaxshi. Xullas, bir haftalarcha oldin men konga temir yoki shunga o'xshash narsalar kavlagani tushgan edim, lekin meni qanaqadir doktor tutib olib, ana shunaqa kapsulaga qamab qo'ydi. Keyin esa u yerda turdim va doktor meni ustimda qanaqadir tajribalar o'tkazib ko'rmoqchi bo'ldi. Meni qanaqadir manqa bilan aralashtirmoqchi bo'ldi. U qanaqa doktor edi? Ismi yoki ko'rinishi esingdami? Ismini bilmadim-u, ammo yengida oq xalat va bitta qo'li shu manqaga belangan edi. Tushunarli. Anu aytgancha 10 dan 3 laboratoriya nima degani? Anaqani bilmayman-u, menimcha shunaqa laboratoriyada yana 9 ta bor. Yana 9 ta laboratoriya, Shidirlan, yana 9 ta tasavvur qilyapsanmi? Bularni hammasini topib yo'q qilish kerak. Bitta yo'q qilish kerak, lekin qanday? Bizga agentlarning yordami kerak bo'ladi. Qanaqa agentlar yana? Maxfiy agentlar. Politsiya bo'lmaydimi? Yo'q, politsiya unchalik zo'r va maxfiy emas. Politsiya samarali emas demoqchimisan yoki foydasiz demoqchimisan? Ikkalasi ham. Vau, politsiyani yomon ko'rasan shekilli. O'zlari eshitib qolmasin-u, endi shunaqa. Mayli. Agar anu doktor aqlli bo'lsa, biz laboratoriyani buzganimizni bilib qolsami, oho, ko'timizga temir tiqadi, bor, ishonur. Balki boshqa narsa tiqar. Voy, mana shu temir tiqadi. Mayli, xo'p. Bunaqa bo'lmasligiga umid qilamiz, to'g'rimi, Jitil? To'g'ri. Menimcha qishloqni muhofaza qilib o'zimizni himoyalash vaqti ham keldi. Yaxshi, unda uyga borib yana biroz o'ylab ko'raman. Sizlar bo'lsa ungacha mana shu choy-poy ichib turinglar. Mayli, Shidirlay, mayli, Jitil bo'pti. Voy, bu safar chiqishdan kirishga to'g'ri keladi. Bu narsa oldin bormidi? Ha, mayli. Voy, bu slizni topish uchun men qancha vaqtimni sarfladim. Endi buni Jitilga chatishtir. Nima bu? Kim topib oldi meni maxfiy laboratoriyamni? Kim topdi? Yetarlicha maxfiy emasmidi? Kim topishi mumkin buni? Eshiklarni buzib tashlashibdi. Yaramaslar, xorromilar. Ichkariga kirib, mening laboratoriyam, mening Jitilim qani meni. Jitilni ham olib ketib qolishibdi. Xorromilar. To'xta, tinchlan. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Xo'p, politsiyachilar emas bu 100%, chunki ularni aqli ham kuchi ham bu yergacha yetib kelmaydi. Xo'p, shu yaqin atrofdagi qishloqlarmikin? Yo'q. Ular zombilardan qo'rqib qochib ketgan bo'lishardi. Xo'p, unda kim? Oddiy moblar bunga qodir emas.
Demak, faqat bitta variant qolyapti. Bu ham bo'lsa o'yinchilar. Ha, bu 100% o'yinchilar. Faqat qaysi o'yinchi qilganini topish qoldi xolos.